Bu Farangiz. U dunyoga kelgan vaqtida doim jilmayib turardi, lekin biroz vaqt o'tgach ko'z yosh to'kishni boshladi. Chunki uni ko'p kaltaklashardi. Arzimas xatolar sabab jazolanardi. Maktabga borgandan so'ng sinfdoshlari ham unga sovuq munosabatda bo'ldi. U ko'p kamsitildi, ko'p ranjidi. Farangiz iqtisodiy jihatdan ko'p qiynalgan. Yaqinlari undan doim pul qizg'anishardi. U doim muhtoj edi. Kun kelib turmushga chiqdi va kelinlik uyida ham uni qator qiyinchiliklar kutib oldi. Yana tanish og'riqlar. Bir necha yil o'tib, u farzandli bo'ldi. Farangiz shu kungacha zo'ravonlik ta'sirida yashadi va farzandiga qarab o'z-o'ziga so'z berdi. Mening farzandlarimga zo'ravonlik hech qachon soya solmaydi. Zo'ravonlikka rozi bo'lmang. Inson zo'ravonlik qurboni bo'lish uchun dunyoga kelmaydi.